Mashta chekavsam hech kim ko'rmasa kerak. Oh bola, zapalku. Sandan gapiramiz. Yo'q aka. Chuqurroq, Ya, aka. chuqurroq tor. Nima qilyapsan bu yerda? Prosta turibman. Sigaret chekyapsanmi sen bola? Yo'q aka, chekkanimni. Nima qilyapsan? Turibman. Aka faqat uydagilarim yetmay. Yetaman, senga bitta shartim bor. Xo'p, qanaqa shart? Yo'q, men buni uydagilaringga ko'rsataman. Yo'qsa menga tayyorlab ruxsatnoma berasan. Bo'pti aka, olib beraman ham ko'rsataman. Faqat aytmang. Aniq ko'rdingiz kim? Hattoy, chek ko'rib to'ymadingmi? Yana zafar. Nima qilyapsan bu yerda yana? Aka, maqsadga o'taylik, nima qilib beray bu safar? Sharaflarimni to'lab berasan bu safar. Bo'ldi aka, xo'p. Yaxshi deb oling. Uyimdan ham ancha uzoqdaman. Endi hech kim ko'rinmaydi. Ha, ukam, yana ushladimmi seni? Aka, boshqa ishingiz yo'qmi? Faqat men ketimdan qo'yib berasizmi? Yosh bola bo'lib, nimaga sigaret chekyapsan yana? Xo'p aka, ayting, nima olib beray bu safar? Bu safar kendinga kir mashina olib berasan. Hop. Bitta gap aytaymi? Et. Uydagilarim bilib bo'ldi. Oldingi safar shtraflarni ham, tayyor ruxsatnomani ham sizning nomingizga boshlanish to'g'risida osor rassrochka olganman. Bilganingizni qiling. Va shu stri. To'xtay!